Bunday hollarda o'zanlarni tozalash huquqini qo'lga kiritgan tadbirkorlik subyektlari bilan shartnomalar bekor qilinadi. Shartnoma asosida daryo o'zanlarini tozalash ishlariga jalb etilgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirilmasa yoki quyidagi talablar buzilgan taqdirda shartnoma bekor qilinishi mumkin. Birinchi navbatda, shartnoma shartlari, loyiha hujjatlari hamda davlat ekologik ekspertiza xulosasi talablaridan chetga chiqsa, qazib olingan qumshag'al materiallari uchun to'lovni belgilangan muddatda amalga oshirmasa, ish hajmini to'liq bajarmasa, ya'ni shartnomaning birinchi ilovasi bilan belgilangan kalendar grafikda ko'rsatilgan ish hajmini to'liq bajarmasa, shartnoma buyurtmachining tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin. O'zan tozalash ishlari bo'yicha huquqni 3-shaxsga topshirsa, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishga va shartnomaning buyurtmachi tashabbusi bilan bir tomonlama bekor bo'lishiga sabab bo'ladi.